ichida maktub yozilgan. Siz o'qiysiz. Sizga o'ylaysiz. Dadajon, bu hayotdagi yagona suyanchim. Siz haqingizda gapirmoqchi bo'lsam yuragim titraydi. Ko'zlarim to'lib, nigohim xiralashadi. Dadajon, siz o'zingizni unutgan, lekin men uchun yashagan yagona inson. Sizni yillar qaritgan bu ko'zlaringizda mening quvonchli bolaligim bor. Dadajon, siz hech qachon sizlar uchun jonimni berdim demadingiz, lekin har bir kuningizni biz uchun qurbon qilgan insonsiz. Ayajonim, dunyodagi eng mehribonim, har doim yonimda bo'lgan suyanchim. Doim meni qo'llab-quvvatlagan, hech kim menga ishonmaganda ham ishongan ayajonim. Yoshligimdan juda sho'x bo'lib, har kun biror joyimni xasta qilib kelganimda mendan ko'p siqildingiz. Esingizdami? Balandlikdan yiqilib jarohatlanganimda meni ko'tarib oyoq yalang doktorga chopganingiz. Sizni yaxshi ko'raman, farishta yuzli ayajonim.